Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli abituriyentlar. Biz har doimgidek to'liq har bitta o'quvchining xulq-atvor mexanizmi va o'qishdagi yutuq, kamchiliklarni to'liq gapirib o'tmoqchimiz. Bulung'urdagi guruhlarimiz uchun. Bulung'urdagi guruhimizda 38 ta abituriyent, ya'ni o'quvchi bor ekan. Ko'pchilik yangi noldan boshlayman deganlarni umuman qabul qilmadik. Faqat shu guruhda o'zida davom ettirayotganlarni qabul qilamiz, qolganlarni qabul qilmaymiz. Birinchi bo'lib biz ishlab chiqqan o'qitish tizimi haqida gapirib o'tmoqchiman. Hozirgi zamon talablaridan kelib chiqqan holatda biz o'quv kursimizni tizimlashtirib chiqqanmiz. Hozir o'quvchilarni band qiladigan, keraksiz bo'lgan har xil vositalar juda ko'p. Zamonga mos bo'lishi uchun har bir darsdagi o'quvchining har bir daqiqasini rejalashtirib, tizimlashtirib chiqdik qo'ldan kelgancha va shu asosda o'qitish ishlarini olib boryapmiz. Inshaalloh biz bergan hamma vazifalarni to'liq va maromiga yetkazib bajargan abituriyentlar sertifikat deysizmi, davlat imtihonlari deysizmi, albatta yaxshi natija bilan chiqadi. Eski usulda dars o'tish hozirgi zamonga umuman to'g'ri kelmaydi. Hozirgi zamonga to'g'ri keladigan dars metodida bolalarni umuman bekor qoldirmasligimiz shart. Uni har bitta vaqtini, minutini to'liq taqsimlashimiz shart. Avval faqat vazifa berardik, so'rardik, test tahlilni qilardik. Yo'q, hozir bu narsani o'zi kamlik qilyapti. Test o'quvchini bilimini hech qachon o'stirmaydi. Ko'pchilik ustozlar ham faqat test ishlatadi. Test o'quvchini bilimini sinovdan o'tkazish uchun. Savol-javob asosiy bilimni o'stiruvchi vosita. Demak, ko'p gapni cho'zmayman. Har bir o'quvchining xulq-atvor mexanizmi va darsdagi o'zgarishlari haqida aytib o'taman. Boshladik. G'affor va Oltinoy. Oltinoyning o'qishlari oxirgi paytlarda anchagina sustlashgan, orqaga ketyapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Oltinoyni uydagilari eshitayotgan bo'lsa, qattiqroq turishini talab qilaman. Iltimos sizlardan qattiqroq turing. Bilmadim, bekorchi va narsalarga ko'p vaqt sarflayapti menimcha, uyda kam dars qilyapti. Xo'p, Suyunova Shahrizodaxon oxirgi paytlarda juda ko'p dars qoldirganligi tufayli test natijalari pastga tushyapti, hech ko'tarilgani yo'q. O'qishida ham tayin tuturib qolmadi. Juda sust javob beryapti mavzularni. Ba'zi qolganlarning javob berishini eshitib, javob berib ketishga harakat qiladi. Hayitboyeva Ruxshonaxon darslarda deyarli kelmay qo'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Kimyo sertifikatga topshirganman deb darslarga umuman kelmay qo'yapti. Va holanki biologiya 93 ball beradi, kimyo 63 ball beradi. Men qarshi emasman, kimyoni ko'proq o'qisin, mayli, sertifikat imtihoni bordir. Lekin biologiyaga umuman taka-tak kelmay qo'yish bu ahmoqlik. Ruxshonaxonning o'qishlari ham juda sust. Yana ustiga ustak yaxshi o'qisa, keyin kelmay qo'ysa ham mayli edi. O'qishini o'zi tayin tuturug'i yo'q, yana u darsga kelmayapti. Bahona kimyo emish. Bu ahvol bo'lmaydi. O'rolova Laylo, men undan umuman ijobiy gap gapirmayman. Faqat salbiy gap gapiraman. Layloning o'qishini umuman tayin tuturug'i yo'q. Uydagilar e'tibor bersin, baholarga ham e'tibor bersangiz. Faqat 3. Yaxshi bahosi 4. Boshqa baho ola olmaydi Laylo. Chunki uyda umuman dars qilmaydi. Bilmadim, telefonga ko'p vaqt sarflayaptimi, boshqa qilyaptimi, meni undan xabarim yo'q, menga uyog'i qorong'u. Lekin darsdagi vaziyatni aytyapman sizga. Shodmonqul va Zarnigor o'rtada bir oylar, yarim oylar darsga kelmagan, shuni hisobiga testlari kam chiqyapti, lekin hozirgi harakati yomon emas edi, lekin oxirgi paytlarda o'qishi juda sustlashgan Zarnigor xonni ham. Norillayeva Dinoraxon harakati yaxshi o'rtacha, lekin oxirgi paytlarda o'qishi juda sustlashgan, eshitib turib javob berishga odatlanib qolgan. Ya'niki tengqurlar javob berayotgan payt eshitib turadidan javob beradi. Birinchi chiqib, birinchi mavzu topshirish degan odat yo'q. Shu Sardor domladan tayoq yemay deb o'qib keladi nomiga. Sust bu o'qishda natija erishib bo'lmaydi.
Usmonova Charos o'quvchimiz yaxshi, yomon emas. Faqatgina kamchiliklari bor, xotira qisqa muddatli, shuning uchun uni 20 marta o'qish kerak bo'lgan narsani 30 marta o'qisa yaxshi bo'ladi. Lekin harakatiga, xulq-atvoriga yaxshi tan beraman, juda yaxshi. Endi mavzularni yana ham o'qishni kuchaytirsa xursand bo'lamiz. Shahzodaxon juda olib qochadi mavzularni, aytilgan narsani aytilganda yodlashni xohlamaydi, uyda juda kam dars qiladi. Bilmadim nega kam dars qiladi. Sizlar dars qilishga menimcha sharoit qilib bermagandirsizlar, uyda ko'p ish qilayotgandirsizlar balki. Bilmadim-ku, lekin juda kam dars qilyapti, natijalar past, javob berish natijasi ham juda past. Undan keyin Gulboyeva Dilnuraxon. Dilnuraxonda matematika umuman yo'q. Hattoki 5-6 sinf matematikalar ham juda sust bunda. Matematikasi yo'qligi tufayli masalalarni tushuntirib bergan paytim tushundim deb aytadi. Yana 1-2 haftadan keyin yoki 3-4 kundan keyin, haftani qo'ying, 3-4 kundan keyin yo'q masalalar esdan chiqib ketyapti. Lekin nazariy ma'lumotlarda o'qishi, harakati juda talabchan bo'lishiga qaramasdan qisqa muddatli xotiraga ega. Qisqa muddatli xotiraga ega odamlar, ya'ni o'quvchilar 10 marta, 15 marta ziyodroq o'qish kerak mavzuni qolganlarga nisbatan. Undan keyin Ismatullayeva Diyoraxon. Darslarni qoldirish odati bor. Yo'q emas. Onda sonda bo'lsa ham dars qoldiradi. Ismatullayevani o'qish natijalari juda past. Test natijasi ham past, undan tashqari boshqa ko'rsatkichlari ham juda past. Shuning uchun uydagilari individual shug'ullanish kerak. Telefon hamma narsani olib qo'yish kerak menimcha undan. Xo'p, Abdusamad va Hilolaxon. Hilolaxonda o'qishini ham tayin tuturug'i yo'q. Faqat darsga kelib ketishni biladi. O'qishidan tayin tuturuq ma'no topolmayapman men. Yaxshi o'qimasa ertaga natijaga erisha olmaydi. Testlari ham kam chiqadi hattoki. Tursun va Rayhonaxon juda yaxshi, o'qishlari yomon ketmayapti. Faqat kimyoga e'tiborni qaratgan ekan, hozirgi kunda biologiyani ancha tashab qo'ygan. Bilmadim endi Rayhonaxonga nima deb maslahat berishdi. Lekin o'qishlari natijalari yaxshi edi. Hozir ancha pasayib qolgan. Narzullayev Firdavs ukamiz juda yaxshi, namunali xulq-atvorga ega, o'qishi ham yaxshi, lekin 2-3 darsdan beri ancha orqaga ketgan. Keyin shu narsa unda odatlangan mavzuni tushuntirib berganimga qarab va tengqurlarning savol-javobini eshitib javob berish odati bor. Negativ narsalar ham bor unda. Behruz, Usmonov Behruzda oxirgi bir oy ichida o'qishida tayin tuturuq ma'no qolmagan. Umuman yaxshi o'qimayapti Behruz boy. Uydagilar qat'iy ham shug'ullanishingiz kerak Behruz bilan. Berdonov Bekzod o'qishi oxirgi bir oy ichida ancha yaxshilandi, yaxshi tarafga o'zgardi, lekin buni o'zi yetarli emas. Yana ham kuchliroq o'qish shart Bekzod. Boshqa yo'l yo'q ukamizga. Baratov Ferozbek o'qishi kundan kunga yaxshilanib boryapti, lekin test natijasini ko'tara olmayapmiz. Buning uchun uyda o'zi men bergan mavzulardan tashqari ham mavzularni takrorlash kerak. Takrorlamasa bo'lmaydi. Ferozbekda xotira juda qisqa muddatli. Matematikasi o'rtacha. Shu tufayli ham masalalarni o'zlashtirishi natijasi, masalalar o'zlashtirish ko'rsatkichi pastroq bo'lib turibdi. Isoqova Moqchehra. Isoqovani xulq-atvori, darsda qatnashishi yaxshi. Yana ham kuchaytirsa juda xursand bo'lardim. Boshqa gap aytib o'tirmayman. Abduvayit va Charos. Men ham u kishini o'qishidan ma'no, mantiq men topolganim yo'q. Deyarli o'qimay keladi. Men savol bersam bog'dan, u tog'dan gapiradi. Vaqti uzoqlashib ketadi. Bilmadim, uyda juda kam dars qiladi. 20 marta o'qish kamlik qiladi unga. U 35-40 marta o'qish shart bitta mavzuni. Men bergan mavzular. Juda sust. Qilich va Shodiyonaxon. O'qishi, xulq-atvori juda namunali, yaxshi edi, lekin oxirgi paytlarda sog'lig'i tufaylimi bilmadimki, juda ko'p dars qoldiryapti. Dars qoldirish uni orqaga tortyapti. Qolgan holatlar juda yaxshi. Yozda ham, kuzda ham, qishda ham juda ko'p dars qoldirganligi tufayli test natijalari juda kam chiqyapti. Keyin Rahim va Zarina Bonu. Zarina Bonu o'qishidan ham men tayin tuturuq ma'no topolganim yo'q. Va ayrim vaqtlar juda yaxshi o'qib keladi, ayrim vaqtlar umuman o'qimay keladi.
bir stabil ketayotgan, ya'ni o'zgarmasdan ketayotgan kuni, soati yo'q. Bilmadim, nimalar bilan mashg'ul bo'ladi, nimaga vaqt sarflaydi uyda, balki rosa ishlatarsizlar uni. Sust o'qishi xullas. Zarina Bonu. Rustam va Marjonaxon xotira qisqa muddatli, shuning uchun ko'proq o'qishni maslahat beraman. Lekin juda talabchan, yaxshi o'qiydi, mavzularni ham yaxshi topshirishga harakat qiladi. Yana ham kuchaytirsa juda xursand bo'lardim. Xotira qisqa muddat, shuning uchun darsliklarni o'zlari takrorlayverish kerak. Men bergandan tashqari ham. Shunda natija bo'ladi. Ahmadjonova Diyora juda qo'l-qatvor, mexanizmi yaxshi, o'zlashtirishi ham yaxshi. Test natijasini ozgina ko'tarishimiz kerak. Bundan tashqari so'nggi paytlarda nima deydi, mavzuni o'zlashtirish pasaygan. O'zdan so'rasam, kimyoga qaratdim, bunday degan gaplar aytayapti. Asosiy balni qaysi beradi? Biologiya beradi. Men qarshi emasman kimyoni ko'proq o'qishiga. Faqat biologiyada darslarni sustlashtirmagan holatda amalga oshirsin bu narsani. Bektemirova Sojidaxon oxirgi paytlarda o'qishi yaxshilashgan, lekin ko'p dars qoldirish tufayli test natijasi kam chiqyapti. Boshqa gap aytib o'tirmayman. Sayfullayev Sanjar matematikasi kuchliligi tufayli yaxshi natijalarga erishadi ba'zan, lekin biologiyaning nazariy qismini juda kam o'qiydi. 2-3 marta yo 4-5 marta o'qib, meni oldim yugurib kelib oladi. Vaholanki 2-3 marta, 4-5 marta o'qigan bilan mavzu topshirib bo'ladimi? Kami 20 marta o'qish kerak. Birinchi marta o'qiyotgan o'quvchilar. Nima, unga takrorlashmidi? 2-3 marta, 4 marta o'qib kelib oladi. Suslashib ketgan. Keyin haftalab dars qoldiryapti Sanjar. Bu ahvolda ertaga sertifikat ola olmaydi-ku, natija qila olmaydi-ku. Xo'p, bundan keyin Po'lat va Sevinch. Men bu qizimizni ham o'qishidan ma'no, mantiq tayin tuturuq ko'rmayapman. Kuchaytirishi shart. Uydagilar nazoratga olinglar. Sevinchni o'qishlarini qat'iyan nazoratga olinglar. Iltimos sizlardan. Nozimaxon Abdurasulova. Nozimaxon kelgan paytlari, ya'ni oktyabr oylari dahshatli o'qirdi. Men ko'nglim to'qidi o'sha paytlar. Hozirgi kunga kelib Nozimaxon eng orqadagi o'quvchilarimizdan biriga aylanib qolgan. Bilmadim, nima sabab bo'lyapti? Uni uydagilari, sizlar ham nazorat qilmasalaringiz bo'lmaydi. Qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Faqat men nazorat qilgan bilan natija bo'lmaydi-ku. Hurmatli ota-onalar. Undan keyin Shahzodaxon Esanova juda yaxshi ketyapti. Xulq-atvori ham juda yaxshi. Faqatgina salgina ko'proq o'qisa juda yaxshi bo'ladi. Boshqa gap aytib o'tirmayman, ortiqcha gap. Xo'p, bundan keyin Go'zal Jo'raboyeva juda o'zgarishi zo'r. So'nggi bir oy ichida juda o'zgargan. Yaxshi tarafga o'zgargan albatta. Faqatgina yana ham ko'proq o'qisa men juda xursand bo'lardim. Test natijasini ko'tarishimiz kerak. Xotira qisqa muddatda uni yuqoriga ko'tarmasak bo'lmaydi. Undan keyin Moqchihra Xo'razova yaxshi o'qishi, o'zlashtirishi yaxshi, lekin o'sha gap. Xotira qisqa muddatli, u ko'proq o'qishi shart. Test natijalari o'rtacha chiqyapti, test natijasini ko'tarishimiz shart. Demak, uydagilar baribir bu kishini ham nazoratga olmasa bo'lmaydi. O'razaliyeva Madinaxon yoshiga nisbatan juda talabchan, harakatchan, yaxshi natijalar kutsak bo'ladi. Yana ham darslarni kuchaytirsa juda xursand bo'lardim. Ergasheva Solihaxon har doim kechikib keladi darsga. Dars u uchun ikkinchi darajali. Hech narsaga e'tibor bermaydi, lekin darsga oxirgi o'rinda e'tibor beradi. Qolgan narsalarni bilmadim. O'qishida ham tayin tuturuq ma'no ko'rmayapman. Quruq mendan tayoq yemaslik, gap eshitmaslik uchungina o'qiydi. Natija uchun o'qish unda yo'q. U xususiyat yo'q. Ikki tomondan nazorat qilmasak bo'lmaydi Solihaxon. Undan keyin Muhiddinova Durdonaxon ham xuddi quruq odam soni uchun kelib ketadi. Uyda umuman dars tayyorlamaydi deb bilaman men shu qizni. Uyda dars tayyorlaganda hech bo'lmasa 10 marta o'qiganda bu ahvolda bo'lmasdi. Voy, Durdonaxonning holatiga 35-40 marta o'qish kam. Men kam deb bilaman. Juda kam. Kuchaytirmasa bo'lmaydi o'qish. Nazoratga olinglar. Durdonani uydagilar ko'rib turgan bo'lsa. Eshim va Gulchiroy juda ko'p dars qoldiradi. Darsga kelgan kunidan kelmagan kuni ko'p. Hurmatli ota-onalar, Gulchiroyning uydagilari meni ko'rib turgan bo'lsa, uni qat'iyan nazoratga olinglar. O'qishi juda pasayib ketgan oxirgi paytlarda. Kelgan paytlari yaxshi edi.
Xo'p, Sobirova Jasminaxon yoshiga nisbatan bo'ladi, yomon emas lekin. Yaxshi ham emas, a'lo ham emas, yomon emas holatda. Yana ham kuchaytirish kerak. Unda xotira bor, hamma narsa bor. Uyda mehnat ham qiladi. Bekorchilikka o'rganib qolgan. Abduvayitova Dinoraxonning o'qishi yaxshi edi, hozir oxirgi paytda juda pasayib ketgan. Bor e'tiborni kimyoga qaratgan. Man deb aytdilar, lekin bilmadim. Bu ahvolda ketadigan bo'lsa, men Dinoraxonga natija va'da bera olmayman. Qanday va'da berasiz? Dars qoldirsa, yaxshi o'qimay kelsa, oxirgi paytlarda juda o'qish susayib ketgan Dinoraxon. Ravshanova Ruxshonaxon, u ham odam soni uchun kelib ketadi. Juda sust o'qishi, test natijalar kam chiqadi. O'rtada oylab dars kelmaganligi tufayli yana ham kamayib ketgan test natijasi. Kunlik berilayotgan vazifalarni ham qo'l uchida bajarib keladi. Asosiy ishim bu emas-ku degan ma'noda. Nazoratga olmasak bo'lmaydi Ruxshonaxonda. O'ralova Zarinaxon yaqinda keldi, guruhga yaxshi integratsiya qilib ketdi, qo'shilib ketdi. O'qishlari yomon emas, lekin yana ham kuchaytirmasa bo'lmaydi. Bu ketishda natija chiqara olmaymiz. Yana ham kuchaytirish shart. Demak, aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shulardan iborat. Ertaga yana ovozni chat qilishimiz mumkin. Yoki-da guruhga siz o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni yozsangiz, ovozli xabar ko'rinishida javob berishimiz mumkin. Farzandingizni o'qishi, o'zini tutishi, xulq-atvor mexanizmi haqida. Biz har bitta bolaga individual yondashmasak bo'lmaydi. O'qituvchilar, hozirgi zamon o'qituvchilari haqiqatdan bolalarga bilim beraman, vatanim ravnaqiga hissa qo'shaman desa, bolalarni har biriga individual yondashish shart. Gruppaviy yondashish bo'lmaydi. Har bir bolani xarakteriga moslashib yondashmasak, biz natijaga erisha olmaymiz. Tizimlashtirilgan tartibda biz shunga harakat qilyapmiz. Lekin siz ham nazorat qilishingiz shart. Nazorat ikki tomondan bo'lsa, natija bo'ladi. Men faqat vazifani berib, bularni bu yerda urishib, sen qilmay kelyapsan, o'qimay kelyapsan deganim bilan natija bo'lmaydi. Uyda o'sha muhit bo'lishi shart. Iltimos, hurmatli ota-onalar, farzandingizning kelajagiga e'tibor bo'lmang, bee'tibor bo'lmang. Farzandingiz ertaga sizni bor qilayotgan ham o'sha farzandingiz, sizni yo'q qilayotgan ham o'sha farzandingiz. Shuning uchun bee'tibor bo'lmaylik. Meni qo'limdan kelgani, vatanimni ravnaqiga qo'limdan kelgani shu. Sizlar ham o'zlaringizni kelajagingiz uchun, farzandingiz kelajagi uchun albatta tartibga oling, albatta rioya qiling hamma narsaga. Aytilayotgan asosiy gaplar shundan iborat. Kelayotgan 2026-yil barchamizga qut baraka bilan kelsin. Hamma abituriyentlar, o'quvchilarimiz yaxshi natijalarga erishib yursin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, niyatlarimizga yetish hammamizga nasibi ro'z aylasin. Aytilayotgan asosiy gaplar shulardan iborat edi. Xayr, sog', salomat bo'lasiz.